20 yoshimdan haydovchi bo'lib ishlayman. Yo'lda juda ko'plab g'alati hodisalarga duch kelganman. Yarim tunda o'zgacha olam orasidan o'tganimni aniq bilaman va bir necha marta notanish haydovchilarni ham ko'rdim. Lekin bugun aytmoqchi bo'lganim umrimdagi eng qo'rqinchli va g'alati voqea bo'ldi. Bu voqea Kanzas shahrida yurganimda bo'lib o'tgan. 2009-yil 37 yoshda edim. Bugungi ish kunim odatdagidek boshlandi. Hammasi joyida. Va yo'lda uyquga ketib qolmaslik uchun radioni yoqib, kofe ichib ketaman. Tungi yo'lda yurarkanman, atrofni tuman qoplay boshladi. Bu tuman borgan sari qalin bo'lib borardi. Yo'lda biroz to'xtab olsamikan degan fikr paydo bo'ldi. Chunki yo'l juda xira ko'rinayotgandi. Lekin yo'lni davom etishga qaror qildim. Bu joyda boshqa haydovchilar ham umuman yo'q edi. Balki bu men o'ylaganimdan ham xavfsizroqdir. Ehtiyotkorlik bilan yurdim. Yo'lda qanday jonzot yoki boshqa narsa chiqib qolmasin deb tezlikni pasaytirdim. Yo'l yurgan sari yomon hid sezila boshladi. Ayniqsa, o'rindiqdan chiqayotgan hidga chidab bo'lmasdi. Bu hid tezda butun mashinani oldi. Tezda oynalarni yopib tashladim, lekin bu yordam bermadi. Badbo'y hid allaqachon mashinani egallab bo'lgandi. Hidning yomonligidan qayt qilib qo'yay deyotgandim. Tuman tugay demaydi. Bu chidab bo'lmaslikka nima sabab bo'lganligi haqida o'ylana boshladim. Borgan sari o'zimni yomon his qilardim. Keyin chidolmasligimni bildim. Tezda mashinani to'xtatib, tashqariga chiqdim. Ishimni bajarib bo'lgach, havodagi yomon hiddan tezda yuzimni yopdim. Mashinaga minib yo'lni davom ettirmoqchi edim. Yo'ldan o'tayotgan bitta odamni ko'rib qoldim. U odam oqsoqlanib yurgandi. Juda eski kiyimlarni kiyib olgan. Bu nimasi? Nima bo'lyapti o'zi deb hayron qoldim. Nima qilishni bilmasdim. Ahvolini so'ramoqchi bo'ldim. Qo'limdan kelsa yordam bermoqchi edim. Unga yaqinlashganimda yana 4 ta odam yo'lning chetidan paydo bo'ldi. Birinchi ko'rgan odam qayerga yursa, ular ham o'sha tomonga ketayotgandi. Ularning barchasi oqsoqlanib yurgan edi. Yana fermaning eski kiyimlarini kiyib olgan. Meni eng hayron qoldirgan joyi bo'lsa, shunday katta yuk mashinasini yonida turganini sezmadi. Bu odamlarga yordam kerak ko'rinadi. Aks holda bunday qilmasdi deb o'yladim. Lekin ular oqsoqlanib yurishda davom etdi. Qorong'u va qalin tumanda ko'rinmay boshladi. Kanzas shahrida ekanligimizni eslatib o'tmoqchiman. O'sha vaqtda qorong'ulikdan yana bir odam paydo bo'ldi. U ham yo'lni kesib o'tayotgandi, lekin bu safargisi kichikroq edi. Keyin bu bola ekanligini angladim. Mashinadan tushdim, lekin yoniga bormadim. Unga qarab turdim. Yo'lda yurgan bolaning yurishi juda g'alati edi. Yana eski tuski kiyib olgan. Baland ovozda yordam kerakmi deb baqirdim. Bolakay to'xtadi va men tarafga qaradi. Yuzini ko'rganimda yuragim muzlab qolgandek bo'ldi. Bu oddiy bir odamning yuzi emasdi. Xuddi murdaning yuziga o'xshardi. Dahshatdan o'sha yerda qotib qoldim. Bu ovoz umrimda eshitgan eng qo'rqinchli ovoz edi. Keyin men tarafga oqsoqlanib yura boshladi, lekin oldingidan tezroq. Mashinaga tezda o'tirdim va eshikni yopib oldim. O'sha vaqtda dahshatli ovozlardan yana bir nechasi eshitildi. Va ular qorong'ulikdan paydo bo'la boshladi.
Qo'limdan kelgancha tezda rolni burdim. Uning orasida men tarafga kelayotgan boshqalarning ham yuzlarini ko'rdim. Ularning barchasi murda edi. Orqamga qaytib ketdim va gaz quyish shoxobchasida to'xtadim. O'sha yerda biroz o'tirdim. Barcha xayollarim haligilarda edi. Va nima qilishni bilmasdim. Bu voqealardan shuni tushundimki, dunyo aslida sir-sinoatlarga to'la ekan va biz tushunmaydigan narsalar ham bor ekan.